Alvay Bithaman Ajil Islom bank ishi. Bu Alvay Bithaman Ajil Islom banklarida operatsiyasi bo'lib, buni rejasi. Alvay Bithaman Ajilning maqsadlari, ikkinchi reja uning ustunlari va shariatlari, uchinchi rejasi esa u bitimi haqida. Alvay Bithaman Ajil Alvay bu islomiy moliyadagi bitim turi bo'lib, unda sotuvchi tovarni xaridorga hozir topshiradi, lekin to'lov keyinchalik belgilangan muddatda amalga oshiriladi. Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy va boshqa fiqh olimlari izohicha, Alvay Bithaman Ajil bu shunday savdoki, unda sotuvchi tovarni xaridorga hozir topshiradi, ammo to'lov kelajakda belgilangan muddatda amalga oshiriladi. Bunda hozirgi kunda ko'rib o'tishingiz mumkin, hozirgi kunda O'zbekistondagi halol nasiya yoki bo'lib to'lash yo'li bilan topshiriladigan tovarlar yoki moddiy texnika, maishiy texnikalarni ko'rib o'tishingiz mumkin hisoblanadi amaliyotda. Ularga misol uchun hozirda borgan vaqtingizda sizga tovarni topshiradi o'sha korxonalar. Siz keyinchalik belgilangan muddatda bo'lib to'lash yoki uzaytirilgan muddatda bitta qilib to'lashingiz mumkin hisoblanadi. Bu hozirgi kunda O'zbekistondagi hozirgi kundagi do'konlar bilan bu Alvay Bithaman Ajilning farqi. Bu Alvay Bithaman Ajilda foiz, ribo qo'yilmaydi. O'zbekistondagida esa foizlar qo'yilgan hisoblanadi. Bu Alvay Bithaman Ajilning asosiy foyda olishi unda qisman belgilangan inflyatsiya darajasi va qisman foyda qo'yilishi mumkin. To'liqligicha foyda qo'yilmaydi. Uning maqsadlari: sotib olingan tovarning sotib olish narxi to'liq to'lashga qodir bo'lmagan xaridorni tovarni sotib olish uchun sotib olish narxi to'liq to'lanishi, ta'minlanishi qiyinchiliklarni va xaridor uchun yukni kamaytirish uchun moliyalashtirish ta'minlash hisoblanadi. Xaridorga tovarni darhol foydalanish uchun sotib olish yoki kelishilgan to'lov muddati davomida qulay bo'lib to'lovni amalga oshirish uchun kredit yo'li bilan to'lovni taklif qilish orqali potensial xaridorni jalb qilish hisoblanadi. Alvay Bithaman Ajilga muvofiq, to'lovning moslashuvchan usullari ta'minlangan holda kechiktirilgan sotib olish orqali narxni sotuvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan bo'lib to'lash turi orqali xaridor tomonidan hal qilinadi va shu tariqa sotuvchi va xaridor o'rtasida silliq biznes bitimiga olib keladi. Bunga amaliy ko'rinishimiz mumkin hisoblanadi. Bularga misol uchun biron bir kattaroq tovarni biz birdaniga sotib olishga qurbimiz yetmagan taqdirda uni bo'lib to'lash yo'li bilan uzoq muddat yoki qisqa muddatlar, 1 yilgacha bo'lgan yoki undan ko'proq muddatgacha bo'lgan muddatlarda bo'lib to'lashimiz mumkin hisoblanadi. Shu orqali biz o'sha tovarga egalik qilishimiz mumkin hisoblanadi. Keyin bu logotipida ko'rib o'tadigan bo'lsak, kechiktirilgan narxi ostida degan hisoblanadi. Alvay Bithaman Ajil kechiktirilgan to'lov bilan sotish hisoblanadi. Tovarlarni sotish bunda sotuvchi xaridorga sotish narxini bo'lib qo'shimcha ravishda kelishilgan foyda marjasi naqd yoki naqdsiz shaklda to'lanadi. Uzoq vaqtda bir marta yoki bo'lib to'lash yo'li bilan degan ma'nolarni bildiradi logotipda. Bunda islomiy moliyaviy bitimlarning to'liq taqqoslanishi. Bularda biz 3 ta operatsiyani taqqoslaganmiz. Alvay Bithaman Ajil, murobaha va ijara. Bitim mohiyati: Alvay Bithaman Ajilda tovarni hozir topshiradi, ammo to'lov keyinchalik amalga oshiriladi. Murobahada esa bank moliya tashkiloti va tovarni xarid qilib mijozga belgilangan foyda bilan sotadi. Ijarada esa mol-mulk, tovar ijaraga beriladi, mijoz undan foydalanadi. Alvay Bithaman Ajilda 2 tomonlama operatsiya amalga oshiriladi. Murobahada esa biron bir tovarni bank o'ziga sotib olib, keyinchalik sizga bank marjasini, foydasini qo'shib sizga sotishini ko'rib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Ijarada esa sizga biron bir ko'chmas mulk yoki biron bir narsani sizga ijara yo'li bilan berib tovarni olishingiz mumkin hisoblanadi. Egalik huquqlari: Alvay Bithaman Ajilda tovarni olgan zahotingiz siz unga egalik qilasiz. Murobahada esa xaridor tovarni sotib olgach egasi bo'ladi. Bunda esa misol uchun siz uni to'liq to'lab bo'lganingizdan keyin unga siz egalik qila olasiz. Ijarada ham shu ko'rinishda. U qachonki siz ijarani to'liq to'lab bo'lganingizdan keyin siz unga egalik qila olasiz. To'lov shakllari: Alvay Bithaman Ajilda muddati yoki bo'lib to'lash yo'li bilan hisoblanadi.
Murobahada esa belgilanadi, foyda bilan bog'liq bo'lib yoki kechiktirilgan to'lov asosida hisoblanadi. Ijarada esa oyma-oy yoki davriy ijara haqlari to'lanadi. Narx esa bozor narxidan odatda yuqoriroq, chunki to'lov kechiktiriladi. Bunga inflyatsiya darajasi va birozgina unga ketgan xarajatlarni qo'shishimiz mumkin hisoblanadi. Murobahada esa bankning xarid narxiga belgilangan foyda qo'shiladi. Ijarada esa narx belgilanmaydi, ijara to'lovi belgilanadi. Biz bu yerda taqqoslashimizga asosiy maqsad bularning o'rtasidagi farqni ko'rib o'tishimiz mumkin yoki misol uchun bizga biron qaysi bir afzal ekanligini bilishimiz mumkin hisoblanadi. Zamonaviy islom bankchiligida al-Bay Bithaman ajlining eng keng tarqalgan moliyalashtirish shakllaridan biri bo'lib, bu ayniqsa ko'chmas mulkni moliyalashtirish (home finansing)da qo'llanilmoqda. Bu ko'chmas mulklarni moliyalashtirishda asosiy maqsad bu qisqa muddatda yoki uzoq muddatda bularni moliyalashtirish shu ma'qulroq hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, al-Bay Bithaman ajil bitimi islomiy moliya tizimining eng muhim va amaliy jihatdan keng qo'llaniladigan vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu bitim musulmon jamiyatida foizli kreditga halol muqobil sifatida shakllangan bo'lib, iqtisodiy muomalalarni shariat asosida olib borishga xizmat qiladi. Bu bitim orqali sotuvchi o'z tovarini xaridoriga darhol yetkazib beradi va xaridor esa to'lovni belgilangan muddatda amalga oshiradi. Shu tariqa savdo jarayoni har ikkala tomon manfaatini muvozanatli tarzda ta'minlaydi. Al-Bay Bithaman ajil bitimi bir tomondan iqtisodiy faollikni oshiradi, ikkinchi tomondan esa shariat tamoyillariga rioya qilgan holda halol daromad olish imkonini yaratadi. Hozirgi kunda O'zbekiston olimlari va O'zbekistondagi bankerlar tomonidan shu Prezidentimizning qaroriga muvofiq O'zbekistonda ham islom banklari islom operatsiyalarini amalga oshirish borasidagi yangi qonunchiliklar ishlab chiqilmoqda. O'zbekistonda ham islom banklari ochilganidan so'ng biz ham shu ko'rinishdagi operatsiyalar, shu ko'rinishdagi tovar oldi-sotdi jarayonlarini ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Bu ham O'zbekistonga kirib kelsa juda ham manfaatli bitim bo'lardi. Ushbu bitimda foiz, ribo unsuri yo'q, balki u o'zaro rozilik va adolat tamoyillariga asoslangan hisoblanadi. Narx to'lov muddati va shariatlar oldindan aniq belgilanadi. Bu esa ishonch va shaffoflikni kafolatlaydi. Bugungi kunda bu tizim islomiy banklar, mikromoliya tashkilotlari va turli tijorat bank korxonalari tomonidan keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa u iste'mol kreditiga o'xshash, ammo shariatga mos shaklda ishlaydi. Al-Bay Bithaman ajil jamiyatda savdo-sotiqni rivojlantirish, odamlarning moddiy ehtiyojini halol yo'l bilan qondirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Shu bois bu bitimni chuqur o'rganish, uni amaliyotda to'g'ri tatbiq etish va xalq xo'jaligida keng joriy qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu al-Bay Bithaman ajil mikromoliya tashkiloti hisoblanadi. Bunda iste'mol kreditiga o'xshaydi. Bu iste'mol kreditiga o'xshaydi deganimizda bu iste'molimiz uchun yoki biz foydalanishimiz uchun moddiy texnika va ko'chmas mulklarni bo'lib to'lash yoki kechiktirilgan muddatda to'lash yo'li bilan biz uni qo'lga kiritamiz va uni o'zimizga sotib olamiz.